Agar sizda shu ikki holat bo'lmasa, xavotir olishga hech qanday o'rin yo'q. Kreatin ichsam yuragim buziladimi, yuragimga qum yig'iladimi deyotganlar, keling hammasini faktlar bilan gaplashamiz. Bu gap qayerdan chiqdi o'zi? Kimdir eshitgan, kimdir tarqatgan, hamma qo'rqishni boshlagan. Lekin hech kim bu gap to'g'rimi yoki noto'g'rimi tekshirib ham ko'rmagan. Kreatin o'zi qanday ishlaydi? Kreatin ichganimizda jigar uni kreatinin degan moddaga aylantiradi va bu modda buyrak orqali chiqib ketadi. Oddiy qilib aytsak, buyrak bu moddani filtrlab, kerakli yerini organizmga olib qoladi va qolganini tashqariga chiqarib yuboradi. 30 yillik tadqiqot bor, sog'lom odamda kreatin buyrakka hech qanaqangi zarar bermaydi. Kunlik doza qancha? Oddiy odam uchun bir kunlik doza 5-10 gram, ya'ni 1 yoki 2 ko'p suv bilan har kun ichish norma hisoblanadi. Lekin bitta xatoni qilmang, ko'p ichsam tezroq yordam beradi, ko'proq foyda olaman deb kunlik dozani ko'paytirmang. Bu buyrakka ozroq nagruzka berishi mumkin. Sog'lom odamda qum yig'ilishi yoki buyrakka qandaydir yomon ta'siri bo'lishi deyarli mumkin emas. Faqatgina ikkita holatda odamga zarar berishi mumkin. Birinchisi, kam suv ichgan holatingizda, ya'ni kreatin ichgan kuningiz, kreatin bilan birga kuniga kamida 2-3 litr suv ichish kerak. Ikkinchisi, yuragingizda oldindan qandaydir muammo bo'lsa. Agar sizda shu ikki holat bo'lmasa, xavotir olishga hech qanday o'rin yo'q. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kreatin qo'rqinchli narsa emas. Kunlik 5-10 gram dozani biling va yetarlicha suv iching. Shu xolos, boshqa gap yo'q.